Sağza bizning an'anaviy pishiriqlarimizdan birisi bo'lib, Almisaqdin dasturxonimizning gul taji bo'lib hisoblanib kelmoqda. Siz bir pishiriq ustasi bo'lish sifatingiz bilan pishiriqlarning gul taji bo'lgan sangzini cho'qim o'z qo'lingiz bilan silishni bilishingiz kerak. Men pishiriq ustasi Abdug'appor bo'lman. Bugun sizlarga ilib kelgan darsimiz sangza, lekin opam bo'lsa haqiqiy bir sangza ustasi. Bugungi bu darsni opam sizlarga tayyorlab bersa. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Potigiston bo'laman. Men bugun o'z qo'lim bilan sizlarga yerlik usuldagi o'zimizning an'anaviy sangzini silishni o'rgatib qo'yaman. Sangza ketarlik materiallar: un 3 kg 500, may 1 kg 100, suv 1 kg, pojo suyi 200, tuz 30 gram. Ho'menjiga unni to'kib olamiz. Keyinidan tuz, suv, may, pojo, suv qatorliq hamma materiallarimizni to'kib, xamir yo'g'irib olamiz. Xamir yo'g'irilib bo'lgandan keyin ambalga ilib, pas chiqidek holatda obdan qo'l bilan chaylab olamiz. Ondan 10 minut tindirib qo'yamiz. Endi temirimizni 200 gramdan zuvul qilib, yana yarım soat atrofida tindirib olamiz. Mana xamirimiz tinib tayyor bo'ldi. Ko'rsatilgandek tekshi ishib qo'limizga ilib olamiz. Ondan oldin qizdirilgan mayga silib, tekshi holatda pishirib olsak bo'ldi. Mana pishib chiqqan sangzimizni burjaklarga keltirib turib chiroyli qizib olsak, bu sangzimiz nihoyat chiroyli qizilib chiqqan bo'ladi. Arkadaşlar, uyunu aldыңlarmı? Undaq bo'lsa,